漫画偉人物語。名もない草花、虫けらたちを愛し育てた人がいた。自分を犠牲にふるさと国を戦い守った人もいた。後に続け青春たちよ、後に続け遅くはないさ。急ぐことは難しいが、時に振り返ることはもっと難しい。Otsun deryası ki eski meşhur Erbat'ı görmeymiş bu. Sakın Allah köpçülük, bana hazır aldı köreleysiler. Hanımlar, efendiler, tez karanlar. Yani o Otsun deryasıdaki meşhur Erbat. Oldun şu. Ha, oldun diye meşhur Erbat. Şu mu? Adamni qiziqtiradigan erkisini oxir ko'rdim, biroq u. Hayran qolmang. O avvalgidek odamni qiziqtirdi. Bu yoqdinglar, qani. Yo, pirim, ilk parkimizni degani shumu? Bu mundaq gap. Voldon parmachinisini kemining harakatlantirgich kuch qilgan. Etislar qaraganda nurg'un qism mag'lub bo'lgan bo'lsa-mu, kashfiyotni qat'iy to'xtatmabdi-dak. Bu odamda doim boshqalar o'ylab yetamagan, odamni hayron qoldirgan ishlarni qilishga amroq ekan. To'g'ri aytdingiz, u rostini shunday qiziqarli ishlarni qilishga amroq odam. Oy efendim! Kemilerinin ezeldir palak bilen yelkenini hareketlendirip sıkıldıqanlığını bilmemsiz! Ben emdi bilgendek kılımen. Ondaq yol başlıqla qısam, çarçap alım, ben ketkideşmem. Hazır sizlarning ko'rayotganinglar bundan 170-180 yillar ilgari New York shahriga yaqin joydagi Woodson daryosini izlagan. Nima degan bilan hozir yana yelkenli kemi davri. Mening qilayotgan ishimni sizlarning tushunib ketishini tayin. Qiziqqa tamash ko'rishga amroq New Yorklar Woldonni doim maza qilishgan bo'lsa-mu, Woldonning ular bilan kori bo'lmaydi. Chunki o'smirlik chog'larida xiyol surishga amroq Woldonga kishilarning maza qilishlari ancha ta'sir qilmaydigan bo'lib qolgan edi. Qani, bu mas'ulni tushunganlar javob beringlar. Kuzunlar! Kasnıptın! Burada vatı ben! Ey Voldon! Kallan neyman ki bu kapaksın senin! Haksını uygun kılavasa! Sanzade, nim boğandı, ha? Sen daim kırık yalanı kılınca Sanzade nim boğ diye! Voldonning o'g'inish natijasini ancha yaxshi emas edi. Suvoqdoshlari uni doim mazoq qiladi. Uni ahmoq qilib, tekni o'ng'aysiz holatda qoldiradi. Voy, nima oldigan bo'ldi? Ey, yaxshimisizlar? Neymiş kişiler xiyal qilish amroq emas-ku. Xiyal qilish odamga xushalik ato qildi emasmi? Voldon xiyol surishga amroq bo'lib qolmay, rasm chizishni o'ta yaxshi ko'radi. Gerçi o rasm chizishning qoidalarini hech to'liq bilmaydi, biroq uning chizgan rasmlari xeyli saviyali edi. U cho'ng bo'lsam, usta rassom bo'laman deb o'ylaydi.
Biroq Voldon maktab bitirgandan keyin bir inchi maroyat do'koniga ishga kirdi. Shundaqdan u rasm chizishni to'xtatmadi. Hay, burching malmo. Men taqsam yarasham diken. Ketiman. Bu do'konda endi ishlamayman. Berib rasmimni sizman. Angliyaga berib, muntizim maktab rasm chizishni o'rganaman. Raur rasm chizadigan bo'lib chiqaman. Ko'tak qasqadingni. Bu ishni endi qilmayman. Shundoq qilib Voldon rasm chizishni o'rganish uchun uzun yo'llarni bosib Angliyaga keldi. Biroq u Angliyaga kelgandan keyin ko'rgan har bir yangiliklarga hayron qolib turdi. Bu vaqtda Angliya sanoat inqilobining yuqori to'lqin ko'tarilayotgan mavsumi. Her kun degidek yangi mashinalar kashf qilinib, yangi zavodlar qurilyapti. Voldonning oldida turgani shunchalik gulinayotgan, to'lib toshgan hayot kuchga to'lgan manzara edi. Bu yangiliklar uni o'ziga asir qilib oldi. Endi rasm chizishni o'rganmayman. Nima degan go'zal, nima degan haybatlik o'ylab yetkazmaslar bu. Musaning hammasini kishilar kashf qilgan ekan. Bularning hammasi mexanikning kuchi. Hozir mashina davri. Shundoq bo'lsin amisa. Men qat'iy niyatga keldim. Rasm chizishni o'rganmayman. Men kashfiyotchi bo'laman. Kashfiyotchi. Ayni vaqtda yangi tipdagi par kemasi tajriba qilyapti. Hamma yerda par mashinasini kemaning harakatlantirgich kuchi qilish tajribasi ishlanayapti. Biroq bu par kemasining kashfiyoti yana dastlabki bosqichda turayotgan mavzu edi. Ha, asli mana ekanda. Sizlar davatgan par kemasi mushkanda. Men cho'qim par kemasini tunji bo'lib yasab chiqaman. Yüz degandek shu kundan boshlab Voldonning orzusi rassom bo'lishdan kashfiyotchi bo'lishga o'zgardi. Shun bilan Voldon par kemasiga qattiq ishtiyoq bog'ladi. Bu ishda Voldonning tafakkurini to'liq joriy qildirish to'g'ri keladi. Kimi cho'qim, bu ustida menish kerakmi? Bu ostida menish bo'lmasmi? Voldonning dastlabki plani bo'yicha loyihalab chiqqan su ostida mang'alaydigan kema ya bo'yicha eng dastlabki su osti kemasidir. Bu su osti kemasini Nochiras deb atadi. Voldon so'zni chizib chiqqandan keyin Fransiyaga kelib, uni shu vaqtdagi podshoh Napoleonga ko'rsatdi. Su ostida mang'alaydigan kema degan shu kanda. Shundoq. Hey, Voldon. Shundoq tezki bo'ladiki, bu kemani loyihalab chiqish uchun naaka ko'p ishlar qilsam, biroq kemalar alimi saqsin tortib suv yuzida men chilayotdi. Buni bilib turib, suv ostida mang'alaydigan kema yasayman demoqchimisan, ha? Qiziq ish bu. Bo'pti, nima bo'lmasin, avval yasab chiqqan, ondan bir nima deymiz, ha? Voldon loyihalab chiqqan Nochiras nomli kemaning uzunligi 7 metr bo'lib, su ostida oylarni paloqqa taynatdi. Suv yuzida yelkanga taynatdi. Samaq qiladigan kun oxiri yetib keldi. Napoleon podshoh oliylariga oliy ehtirom bildiraman. To'limi afsus. Dunyoda eng burun yasalgan su osti kemasi sinoqda mag'lubiyatga uchradi. Biroq su osti kemasining mag'lubiyati Voldonni qilsin bo'shashtirmadi. Mag'lubiyatni Voldon tezda unutib ketdi. Dal mana shu vaqtda Voldonning qalbida yana bir kemani loyihalash o'yi paydo bo'lgan edi. Shuning bilan u darhol Amerikaga qaytib kelib, par kemasini yasash xizmatidan boshladi. Qani bu kemaning taqdiri qanday bo'lajini bir ko'rib boqaylik. Bugun sizni kapsizda. Sizni gapsiz. Albatta, bunday vaqtda hammamizning ro'y kayfiyati o'xshash. Su yuziga ashu kema shumidi? 1807 yılı 8. ayda Voldon'un Clement namlı kimse ahir çıktı. O Hudson deryasında hem adamın dikkatini özür tatip bıraktı. Adamlar derya kırıklığa topluşup bu kiminin sınav kılmış neticesini görüşe takalda bulmakta. Gezmen çöküp gidiyordu. Çöküp gitmem de o, çöküp ketmem de o, bana berber. Hemmisini yaktırıp görmüş. Karanlatçı, oğlum yasap çıkan o kime, ağzını çöküp gidiyordu o. Ben bir diyek bu kiminin çöküp ketke savaşatını görmeden mi geldim? Çöküp ket savaşatı geçti. Oğlum diye hayal parasına kimisi, çokum çöküp gidiyordu o.
Balam, obdanırak törüp al. Çoğun boğanda, sen mi aşı olduğunda yaranlık adam boğun, şu mu balam? Hı? O kimi çıkıp gider mi opa? O kandakını çöküp kessin, onun kalbi kazındığanlığına işençin kamil. Parmaçınızda hareketlendirin la! Bu ozgal diye. Geçmedi gel, hayran kalardı. Raslı meyvatı. Karanlık. Üç kal et. Oldun, iyiymiş bu. Hem de 30 yaşken bana bu hakiki senin kimende. Galiba kaldım, ahırı kazandım. Galiba kaldım. Sevinç namlı kime, Ortos Deryası yüzde kuyup, kırtıp para. Besmirlik devridallar çarpıklarga bay oldun, man emdi xiyallarını əməliyyatda aylandırdı. Onun xam xiyalları əmdilikli yüzədi. Oldun, ən şundaq dadıl xiyal qılalıqalığı, fikir qılalıqalığı için dünya bu işe ən dəstəbki partiyisi yasap çıqaldı. Mana muşu işten keyin yelkenlik kemi tarihiga xotim berilib, par davriga qadam qo'yildi. Bundan 200 yıl ilgirki qadimki Rossiyada ilim-fan dünya bo'yicha eng taraqqiy qilgan madaniyati inson gullangan bo'lib, ilmiy tadqiqot talakka yetgan edi. Bugungi maktablarda so'rovnoma bor bo'lib, bu yerlarda odamlarni o'quvchi deb qo'yib o'tirmaydi. Hammalar tushuniksiz deb qaragan masalalarni o'tirib qo'yishadi. O'zaro fikr almashtirishadi. Ba'zilari maslahat so'rasa, ba'zilari munozirlashadi. Mana bu fikr qilishga moyil odamlar to'g'ri ichida ko'z ko'rmagini dal danglik olim Arximet. Arximet efendi, buni ne urib tutib oldingmi? Bu yer kelayotganimda men manziri bilan bo'lib ketib ekanman. Shunga men Bileklerim telip ketdi o. Vay. Bu qandaq ishdi. Arximet efendi, siz yağış taxtada o'tirishda qandaq bo'ladiganligini yana bir qism sinab baqmoqchimi? Davomli sinayman. Arximet degani bo'yicha tajribani boshladi. Oyoq taraf olsasam bu taraf ko'tarilib ketgan. Oyoq taraf olsasam bu taraf ko'tarilib ketgan. Bu nima ishdi? Cho'qim bir qonuniyati bo'lishi mumkin. Bu vaqtda Arximet taxtining tayinish nuqtasiga inchilik bilan diqqat qilib, shunday bir qoidani his qildiki, taxta tayinish nuqtasiga tayinib turib ko'tarilib tuvalak. Ish nuqtasi tayinish nuqtasidan qancha yiroqlagansini eg'ir jismoni ko'tarishga kuch shuncha oz ketadi. Aksi bo'lsa, ko'tarishga kuchmi ko'p ketadi. Umuman, ketadigan kuchning cho'ng kichik bo'lishi tayinish nuqtasi bilan bo'lgan aniqning o'zgarishiga qarab o'zgaradi. Yog'och taxta qancha uzun bo'lsa, eg'ir jismlarni ko'tarishmi osonroq tushirgan. To'g'ri. Odamning kuchi cheklik bo'g'ini bilan to'qmoqdan foydalanadigan bo'lsa, u holda intayin kuchli bo'lib ketadi, albatta. Arximet taxtining uzunligi bilan kuchning munosabati borligini bildi-da, bundan bir prinsipni yakallab chiqdi. Mana bu danglik pishon qonuniyatidir. Bu qonuniyat bo'yicha qaycha, xalsa qatorliq nurg'un saymonlarni yasab chiqdi. Keyin kishilar bu saymonlardan ishlab chiqarish emgaklarida to'liq foydalandi. Bugün Arximetning podshoh bilan ko'rishadigan kun edi. Podshoh ordusida ketib qolgan yo'lda Arximet qanday qilganda G'altakning ish o'limini yuqori ko'targili bo'lganligi ustida butun zehni bilan hisoblab o'ylanayotdi. Keldingmi Arximet? Aytdim, yana birim ustida o'ynayotganda qilsang-ku. Qani ittifoqa, men bu anglab baqay. To'g'ri dedingiz, podshoh olim. Agarda tayinish nuqtasi bo'lgan bo'lsa, men cho'qim yer sharini o'rnidan qo'zg'atgan bo'lardim. Yer sharini o'rnidan qo'zg'atdim dersin, ha? Meni oldimda shundoq cho'ng so'zlashga qandoq bitinding, ha? Yo'q, podshoh olim.
yer shari gerçi şundaq çoğun bolsunmu, onun eğirliqini, onu kötürüş ketadigan taxtının uzunluqini, ketadigan kuchni hisoblab chiqsaqla bo'ladi. Albatta tayinish nuqtasi bo'lmasa yer sharini qo'zg'atishmi mumkin emas. Baqil əməsə, özəngə mundaq işənsən, hazırca yer şarını mı demək? Ben sana bir kiyim berey, özən yalğız, şunu qozğuta alamsa. Boptu, sana bir fırsat berey. Kiyimiga nurgun adam ve yüfe besilsin. Shunda qilib, Arximət cho'ng bir kemini o'rnidan qo'zg'atmoqchi bo'ldi. Tayyorlik tutdi. Boshlayli. Bu kema shundoq cho'ng tursa, bir emas, 100 odamni buni qo'zg'ata olishi mumkin emas. Hey Arximət əfəndi, bu işdə qılalaydıqalığınız gözünüz izləmdi o. Hə, qarala, o nim qıladı da? Ağam sizin azıcık dərəxtini aylandırıb kəgəndə qılamdı değil mi? Bu mümkün əmə. Əməliyatda Arximətning asoslanğını Pişanfirəz. O g'altakni tayinish nuqtasi qilgan. Bu yerda ağamcha Pişanning rolini o'tagan. Qo'zg'atib ketadigan kuch hisoblab chiqqandan keyin bir odam yolg'izla shundoq cho'ng kemni qo'zg'ata olgan. Podsho va boshqa kishilarmi Arximətni sehr ishlatyapmikin deb qarashgan. Yaqindan buyon podshoning kayfi boshqacha bo'lib qoldi. Aslida uni tajisi oltindan yasalgan edi. Biroq podsho Zagala tajini yasash jarayonida kumush bilan misxush yutibdi deb anglab qolgan edi. Qarısığı bu tac sap altında qılıdı. Yalatılgan altın bilan sap altının ağırlığı o'xshash bo'lamdiqandı. Ayrat, Arximət ko'rib baxsam bo'lmadimi? Shunda qilib Arximət podshoning farmoni bilan o'rniga keldi. Podsho uningga bu tojning sap oltin yoki emasligini o'lchab chiqishni buyurdi. Sen bu tacini buzib qo'ymagunchimi? Undaq bo'lmaydi, podsho oliylari. Sen qanday qilay davatsa? Kallamni ishiltib, yaxshiroq o'ylanib keray, menga vaqt bering. Bu ishni hodisidan chiqaradimi? Agar shundoq bo'ladigan bo'lsa, bu son chiqadi. Bu son bilan u tang bo'ladi. Bu shunga u tanglama. Oh, üstüyüşüm paskını bop ketdi. Başta bir yüzü olaydı. Neymi degan rahat. Altın yaltılgan taj sırtıdan qarmoqqa o'xshashli ko'rinadi. Lekin uning hajmida bir o'zgarish bo'ladimi? Uning hajmini sinab beqish kerak. Bu nevat Arximət qıma tazı təs gəldi. Tacığa kumush bilan mis aralashtirilib yasalgan bo'lsa, o'xshash ağırlıqdagi sap altının hajmidan cho'ng bo'ladi albatta. Biroq uni tekshirish uchun tajini buzishga to'g'ri keladi. Shunisi, tajini buzishga hargiz bo'lmaydi. Bu yuyunib turib o'ylanganim yaxshiroq gap. To'xta. Ben çizemle tasdik su çıkır iken. Bu zaten imişti o. Aslında benim bedenim sonu sıkıp çıkır iken de. Doğru. Bedenim sonu sıkıp çıkardı. Emri bildim. Yine oyna bakayım. Yine oyna göreceğim. Doğru. Şundakken ben ahırı bildim. Ben nim degen bəxtlik. Ben ahır onu bilib aldım. Padişah alileri. Ben tapdım. Tacның saplığını tekşirip çıkırgan usulünü bayqab aldım. Padişah alileri. Bu kalsıtana ispatlaş usulü oldu. Alileri. Padişah alileri. Gidin ne alan. Sen avan üstü bütün qarapaqqa. Oy. Boldu, tezroq so'zlamangsa. Shunda qilib Arximət podshoning oldida tojning saplığını ispatlashga boshladi. Bu nemi narsa? Bu qachiqqa suvliq to'ldirilgan. Suvni to'ldirib nima qilsa? Tajni suvga solsak, qachidagi suv teshib chiqadi. Mana. Mundaq gapganda, albatta bo'ladi. Bu qarmoqqa bakla oddiydek qilgan bilan nihoyat muhim. Dastlabida tajni suvga solamiz. Bu vaqtda suv teshib chiqadi.
Ondan taj bilan tang eg'irlikdagi sap oltinni siqib solamiz. Har ikkilisi siqib chiqargan suvning eg'irligi o'zaro tang yoki tang bo'lmasligiga qarab, tajning sap oltin yoki emasligini isbotlab chiqiladi. Shundoq, albatta shundoq bo'ladi. Bu tarafdagi taj siqib chiqargan suv, o tarafdagi bo'lsa sap oltin siqib chiqargan suv. Taj siqib chiqargan suv eg'irkan, buningdan tajning hajmi sap oltindan cho'ng ekanligini bilib olishga bo'ladi. Hammasi aniq bo'ldi. Demak, tojiga boshqa narsa aralashtirayotgan hisob emaskanda. Nima degan osonlik bu? Biroq sen vazifani nihoyat yaxshi o'rinlading, Arximet. Arximet mana shunday ilm tahsil qiladi. U turmushda ilgarilar his etmagan fan texnik qo'niyatlari va prinsiplarni bayqadi. Bular uning qobiliyati va tirishchilik ro'yini haqiqiy ifodalaydi. Uzun o'tmay Arximet o'ltirdigan kentni urushga chiqardi. Rim armiyasini qo'rquvda qolganda Arximet keng bir parcha enak bilan ilmek yanında paydalanıp düşman kemileri o'tdi. Shuni bilan dushmanlar qochishga majbur bo'ldi. E'tiqod qaraganda bu qo'rg'on 3 yil udab qoldi ketmagan. Lekin oxirida yanala odam soni ko'p bo'lgan Rim askarlari bu kentni egallagan. Rim armiyasi kent kirgan shu kuni atiganda Arximet yanala hisoblash bilan mashg'ul edi. Mening bilim tahsil qilishimga daxli qilma. Mana bu Arximetning bu dunyoda qoldirib ketgan eng oxirgi so'z. Ammo Arximet bayqab chiqqan nurg'un qonuniyat va prinsiplar ta bugungacha turmushimizda ishlatilib kelmoqda. Shundaqla ular matematika va mexanika ilmining asosi bo'lib hisoblanadi. Arximetning odatdagi turmush bilimlaridan shunchalik zo'r ilmiy qonuniyatlar bilan prinsiplarni bayqab chiqa olishi dal uning fikr qilishga mohir odam bo'lganligidir.ちょっぴり我慢して夏の日盛りもよいしょ働いたよ今でこそ私めは大統領国を司る偉い人でもさ本当はさただのアリ羽目を外してどんちゃかしたいのよねおっとっとっと本文忘れるべからずアリのアリによるアリのための私めは大統領